Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, aziz ustozlar, sizlar bilan mana shunday inshaalloh xayrli, manfaatli bo'ladigan uchrashuvga taklif qilinganimdan juda xursandman. Xudo xolasa o'zinglarni qiziqtirgan savollarga ham javob olasizlar degan umiddaman va shuningdek ustozimiz aytganlaridek aynan sizlar tolibi ilm maqomidasizlar, ya'ni o'quvchi deb talaba, student deyilsa-da, aslida bizni musulmonchilikda tolibi ilm deyiladi, ilm talab qiluvchi insonlar. Mana shu tolibi ilmlar uchun hayoti davomida kerak bo'ladigan eng muhim tavsiyalarni berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Sarlavhamizni mana ilm fazilatlari va odoblari deb nomlaganmiz. Avvalo o'zimni qisqacha tanishtirib qo'yaman shu joyda. Ismim Ahrorjon Abdulvohid o'g'li. Toshkent shahar Sergeli tumani Ma'ruf ota jome masjidida imom noib bo'lib xizmat qilamiz. Sizlarga o'xshab paytida maktabda o'qidik. Maktabni bitirgandan keyin aynan mana shu diniy sohani o'zimiz uchun tanlab 4 yil Ko'kaldosh o'rta maxsus islom bilim yurtida, undan keyin 4 yil Toshkent islom oliy ma'hadi, ya'ni Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom institutida ta'lim oldik. Ya'ni xuddi sizlarga o'xshab mana shunday partalarda o'qiganmiz. Ilmda ozmi ko'pmi qo'ldan kelgancha ustozlarni etagini tutib ilm o'rganishga harakat qilganmiz. Shu borada demak sizlarga shu paytgacha o'rgangan o'gitlarimizni, tavsiyalarimizni berishga harakat qilamiz. Endi biz davrimizda mana ustozimiz ham yaxshi biladi, bunaqangi sharoitlar yo'q edi. Qishlarda paltolarda, sovuq xonalarda oyoqlarimiz muzlab o'tirardik, aytib kelsa. Yozlarda issiq bo'lib ketardi xonalar. Bunaqangi ovqatli, sharoitli maktablar yo'q edi. Har kuni o'zimiz piyoda borib kelardik. Mana bu joyda juda ko'pchilikni ota-onasi mashinada olib ketadi, olib kelib qo'yadi. Meni farzandim ham shu joyda ta'lim oladi. Hamma sharoitlar qilib berilyapti. Bunday sharoitlarni avvalo qadriga yetish kerak. Shukr qilish kerak. Va sizlarga qo'yilayotgan talab mana shunday sharoitlarni qilib berib, o'qituvchilarni sizlarga biriktirib, talab qilinayotgan narsa faqat bitta. Bu ham bo'lsa o'qish. Yaxshi o'qish, ta'lim va ta'lim bilan birga tarbiyani mujassam qilish. Alloh taolo Qur'oni Karimda olimlarni maqtagan, ilmlilarni maqtagan. Shu bir oyatda hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurlarmi deydi. Va oyatning davomida albatta teng bo'lmaydilar. Biladiganlar albatta Alloh taoloning roziligiga erishadi, yuqori darajalarga erishadi. Bilmaydiganlar esa bu dunyoda ham adashadi, yomon yo'llarga kirib ketadi, oxiratda esa Alloh taoloning azobiga duchor bo'ladi degan oyat bor. Endi mana suhbatimizni boshlashdan oldin hamma fanda ham bir mavzuni o'rganayotganda tayanch tushunchalar degan narsa bo'ladi. Ya'ni biz hozir suhbatimiz davomida ba'zi so'zlarni ishlatishimiz mumkin, sizlar tushunmasliginglar mumkin. Shu haqida ham qisqacha ma'lumotlar berib qo'ysak, suhbatimiz davomida o'sha so'z ishlatilganda, demak mana bu yuqorida aytilgan ma'nodagi gap ekan deyiladi. Birinchisi Qur'oni Karim. Qur'oni Karimdan biz albatta iqtibos keltiramiz. Tarbiyaning asosi, hayotimizning mazmuni, qanday yashashimizni o'rgatgan kitob bu Qur'oni Karim. Qur'oni Karim Alloh taoloning, ya'ni Robbimizning kalomi deyiladi. Hammamiz musulmonmiz, musulmon farzandlarimiz Alloh taoloni bir va payg'ambarni haq deb iymon keltirganmizmi? Demak, Qur'oni Karim biz uchun ilohiy kitob bo'ladi. Qur'oni Karimda mana bu surada mana bu oyatlar keltirilgan desak, demak Alloh taoloning so'zini sizlarga yetkazayotgan bo'lamiz. Va yana juda ko'p ishlatiladigan narsa hadisi sharif bor. Hadis sharif. Hadis nima deyilsa, Alloh taolo mana shu siz va bizga o'xshagan bandalarning ichidan eng yaxshisini, eng xulqi go'zalini, eng ilmi yuqorisini tanlab olib, unga o'zining xabarini jo'natadi. Va ularni payg'ambar deyiladi. Payg'ambar. Ana shu payg'ambarning aytgan so'zi va qilgan ishi hadis sharif deyiladi. Bizni payg'ambarimiz kim? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Barakalloh.
Mana shu payg'ambar alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallam hurmatan sallallohu alayhi vasallam deyiladi. Alloh taoloning unga duosi, salomi, salovati bo'lsin degan. Hurmatan doim aytiladi. Ya'ni Muhammad deyilmaydi. Payg'ambar Muhammad deb ishlatilmaydi, balki hurmatan Muhammad sallallohu alayhi vasallam deymiz. Shu kishining so'zlari hadis sharif bo'ladi. Endi Qur'oni Karimda ham, hadis shariflarda ham ilm o'rganishga targ'ib juda ham ko'p. Keyingi betlarda mana o'qiydigan bo'lsak, mana shu joyda ham yozib qo'yapti. Avvalo ilm insonni zulmatdan nurga chiqazadigan vosita. Ilmsiz hech kim aziz bo'la olmaydi. Oddiy hayotimizda ham ko'rsak, biz ota-onalarimiz aytishardi. Falonchini ko'ryapsanmi? O'g'ri bo'lib ketdi yoki qimorboz bo'lib ketdi yoki yomon yo'llarga kirib ketdi, alkash bo'lib qoldi deydi. Ha, Alloh insof bersin desak, aytadiki, shular yoshligida maktabga ham bormasdi. Maktabga borib turib, dars payti ko'chaga chiqib ketardi. Bilyardxonalarga ketib qolardi. Boshqa bozorlarga chiqib ketardi. Shunaqa qilib hamma o'qituvchilarni norozi qilardi. Mana endi hayotdagi holatini ko'rgin bolam. Shuning uchun sen doimo ilmni ortidan quv, ustozlaringni hurmat qil, kichiklarni izzat qil va ota-onani aytgan ko'rsatmalariga amal qilgan. Shu narsalarni biz boshimizdan o'tkazdik. Sen shularga amal qilsang, kelajakda yaxshi inson bo'lasan deb tavsiya berishadi. Demak, ilm mana shunday nurki, insonni dunyoda aziz qilar ekan. Endi Qur'oni Karimda ham, hadis sharifda ham ilmga targ'ib qiluvchi, ilmni ahamiyati to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar bor. Bitta oyatda aytdik, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'ladilarmi degan bitta oyat bo'lsa, hadis sharifdan misol keltiradigan bo'lsak, hadis sharifda aytiladiki, kim ilm talab qilish yo'liga kirsa, u Allohning yo'lidagi insondir degan payg'ambarimiz aytgan. Yana bir boshqa hadislarda kim ilm talab qilish uchun uydan ko'chaga chiqadigan bo'lsa, har bir qadamiga farishtalar qanotini yozib turadi. Mana bog'cha bo'lsin, maktab bo'lsin, litsey, kollej, universitet, madrasa, oliy ma'hadlar hammasi demak nima? Ilm o'rgatadigan dargoh. U joyga borayotgan o'quvchilar Allohning yo'lidagi har bir qadamiga farishtalar qanotini yozib turgan insonlar, ya'ni sizlar inshaalloh. Shunday yuksak maqomda, martabadasizlar. Faqat shu martabaga nima bo'lish kerak? Munosib bo'lish kerak. Doimo yaxshi o'qish va shu o'qish bilan birga ilmni o'zlashtirib, ta'lim bilan birga tarbiyani mujassam qilishimiz kerak. Mana shunga tegishli inshaalloh quyida ma'lumotlarni ham o'rganishga harakat qilamiz. Yana bir hadisda ilmni ahamiyati haqida aytiladiki, dengizdagi baliqlar, hatto osmonlar va yerdagi barcha narsalar, farishta, biz bilgan bilmagan olam hammasi, inidagi chumoli ham odamlarga yaxshilik o'rgatadigan insonga istig'for aytib duo qilib turadi deyilgan. Ya'ni ustozlarimiz aytilyapti. Inshaalloh sizlar ham bir kun kelib ustoz martabasiga erishasizlar. Qarang, qanaqa yuksak darajani yo'lida harakat qilyapsizlar hozir. Yaxshi o'qisak, yaxshi ichimizda mana bu joyda qaysidir ustozga havas qilamiz, falonchi ustozdek bo'lsaman ham deymiz. Shu joyda hammamizni o'zimizni eng yaxshi ko'rgan ustozimiz bor shu maktabimizda. Shu ustozga o'xshagan bo'lsam deb havas qilamizmi? Inshaalloh yaxshi o'qib o'rgansak, shu ustozlar darajasiga erishamiz biz. Bir kun kelib ustoz bo'lamiz. Ana shu paytga yetganda shu narsani yaxshi bilaylikki, demak bizga hatto chumollar ham haqqimizga duo qilib turar ekanda. Nimaga desa, chunki olim jamiyatni isloh qilib turadi. Jamiyatda turli xil noto'g'ri ishlar bo'lishdan saqlab turadi. O'g'irlik, qimor, boshqa jamiyat uchun illatli bo'lgan narsalar, poraxo'rlik va hokazo odamlarning haqqiga xiyonat qilinadigan ishlardan ustoz o'rgatib saqlab turadi-da. Ustoz jamiyatni, odamlarni orasini isloh qilib, to'g'rilab turgani uchun unga hamma duo qilib turadi. Chunki ana shuni yetkazib tursa, chumoliga ham birov ozor bermaydi-da. Baliqqa ham ozor bermaydi. Shuncha olim duo qilib turar ekanda ular. Olim odamlarga yaxshilik o'rgatsa, nima deydi? Behudadan behuda bir hayvonga ozor bermagin deydi. Ba'zida yoshlarni ko'rib qolyapmiz, internetda chiqib qoladi. Mushukni hali o'yin uchun o'ldirgan, itlarni yoqib yuborgan,
yana qaysidir qushlarni olib qiynagan. Bular musulmon odobiga to'g'ri keladigan ishlar emas. Muhtaram o'quvchilar, aziz o'g'illarimiz, shularni yaxshi bilib olinglar. Hatto hadis sharifda aytiladiki, qiyomat kuni bo'lganda o'sha qush qanotini sindirib kimdir o'yin qilgan bo'lsa, Alloh taolodan talab qilib chiqar ekan. Falon bandang meni o'yin uchun qanotimni uzgandi. Menga undan haqqimni olib ber derkan. Hayvonlar. Bizga zarar yetkazmayaptimi? Hatto demak shu chumoliga ham ozor bermaymiz. Bu narsani nima o'rgatadi? Ustoz o'rgatadi, ilm o'rgatadi. Mana bu narsaga demak e'tibor berib doimo ilmni ortidan quvishimiz kerak. Endi ilm yo'liga kirdik. Ilm yo'lida birinchi bizga kerak bo'ladigan narsa, hurmatli o'quvchilar, niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Ilm o'rganishda niyat. Ba'zilar o'qiydi, mana sekin-sekin o'sha darajaga chiqib boryapsizlar. Biz universitetlarda ko'rardik. Talaba do'stlarimiz ichida deylik yoki boshqa sohada o'qiydigan sinfdoshlarimiz ichida aytardiki, men bank sohada o'qiyapman. Shu bank sohasida moliyani bitirsam, bitta bank ishga kiramanda mazza qilib sopqani qilib yotaman deydi. Yoki bir militsiya bo'lib olamanda yoki sudya bo'lamanda mazza qilib pulni qilib yotaman deydi. Zo'r mashina olaman, zo'r uchastka olaman. Niyat noto'g'ri. Niyat noto'g'ri. Ilm o'rganishda birinchi narsa Alloh taoloning roziligi bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin va muslimatin dedilar. Ya'ni ilm talab qilish har bir musulmon erkak va muslima ayolga farz dedilar. Demak, Alloh taoloning farzi uchun ilm o'rganyapman. U qaysi ilm desa, shu narsani ham yaxshi bilib olaylik. Ba'zilar ilmni mana shu hadislarda kelgan ilmni Qur'on yodlash deb tushunar ekanda. Qur'on yodlash yoki diniy ilmni o'rganish deb tushunar. Bunaqa emas. Islomda ilmlarni diniy ilm, dunyoviy ilm deb ajratilmaydi. Balki ikki turga, boshqacha ikki turga ajratiladi. U nima? Foydali va foydasiz ilmlar deydi. Insoniyat uchun nima ilm foydali? Hozir tibbiyot foydalimi? Juda ham zarur bo'lib turibdi. Doriga o'tirib qoldi hammaligi. Doktorga borsangiz, tomog'ingiz og'risa ham 10 xil dori yozib beradi. Uni yechimlarini ishlab chiqish kerak. Ibn Sino bizdan chiqqan deymiz. Ibn Sino bizni bobomiz. Ibn Sino so'zi ostida meditsina degan so'z paydo bo'ldi. O'sha ilmni hozir G'arbga o'tib ketib qoldi yoki Hindistonga o'tib ketib qoldi. Bir narsani operatsiya qildirish kerak bo'lsa, haligi nozik operatsiyalarni kimdir Rossiyaga ketyapti, kimdir Germaniyaga, kimdir Hindistonga borib qildirib kelyapti. Nimaga desa, o'zimizda yetarli mutaxassis yo'q. Demak, tibbiyotni o'rganish ham farz ekan. Yoki hozirgi kunda zamonaviy kasblardan mana sizlar o'rganayotgan IT sohasi o'ta muhim bo'lib ketdi. Raqamli texnologiya deydi, butun dunyo shunga o'tyapti. Demak, buni haqiqiy bilimdoni bo'lish siz va biz musulmon farzandlariga farz bo'ladi. Bizga kelib o'rgandikmi? Alloh yo'lidamiz, jamiyatning foydasi uchun kerak bo'ladigan ilmni o'rganyapmiz. Demak, bu ham farzni bajaryapmiz. Bu qilayotgan ishimizdan Alloh buyurgani uchun qilyapman. Va xoyrun nas man yanfa'un nas. Shuni o'rgansam, mutaxassis bo'lsam, eng yaxshi odam dedilar Payg'ambar alayhisalom, odamlarga manfaati ko'proq tegadiganidir dedilar. Ko'pchilikka meni foydam yetadi. Men ana shu tibbiyotdagi deylik muammolarni yechaman. Odamlar Hindistonga ketmaydi-da, o'zimizda arzon operatsiya qildiradi degan niyatda qiladi. Ya'ni odamlarga ko'proq foydam tegsin deydi. Biz o'tmishda o'tgan ham diniy ham dunyoviy ustoz bo'lgan ulamolarimiz borda. Ajdodlarimiz bor. Mana hozir muhtaram prezidentimiz tomonidan Islom sivilizatsiyasi markazi ochildi. Hassimomda. Inshaalloh mana shunga bir sayohatlar ham tashkil qilinsa juda yaxshi bo'ladi. Shu joyga borib ko'rilsa, bizni tariximiz qanday bo'lgan o'zi? Biz dunyoga nima berganmiz shu paytgacha shunda ko'rsatilgan. Ham diniy ham dunyoviy sohada, hamma sohada shunda ko'rsak, ustozlar bizmizda, bizning millatdoshlarimiz, ya'ni bobolarimiz. Diniy ilmda Qur'oni Karimdan keyin birinchi o'rinda turadigan kitob Imom Buxoriyning sahih hadis to'plamlari bo'ladi. Imom Buxoriy. Mana o'sha hadislardan hozir namunalar keltiryapmiz. U kishi Buxorodan chiqdilar. Yoki yuqorida zikr qilgan Ibn Sino, meditsinaning asoschisi. Bu kishi ham juda ko'p sayohatlarni qilganlar. Bag'dodda yashadilar, Eronda yashadilar, O'zbekistonda yashadilar, bu Afg'onistonda har xil davlatlarda yashab, o'sha joyda maqsadi odamlarga
foyda yetkazishdan boshqa narsa bo'lmagan. Alloh roziligi odamlarga foyda yetkazish. Yuqorida aytganimizdek pul qilishni o'ylamadi. Podshohlar saroyga taklif qiladi. Podshohga saroyga kelib, "Men tabibim bo'ling." Kinolarni ham ko'rganlar bo'lsa kerak. Saroyda askarlari kelib sizni taklif qilyapti. Shuncha ming tilla oylik tayin qilinyapti deganda bormayman deganlar. Chunki u yerga borsam xalqning xizmatidan qolib ketaman degan. Mana biz ham ko'proq odamlarga mana shunday og'irni yengil qilaman. Bizni yurtimizda bo'lib turgan muammolarga men yechim qilaman degan katta niyatni qilaylik. Pul o'z-o'zidan kelaveradi keyin. Pul o'z-o'zidan kelaveradi. Biz ustozlarimiz aytardilar. Bolam, agar pulni ortidan quvmoqchi bo'lsang, tijoratchi bo'lgin, biznesmen bo'lgin. Pulni ortidan quvasan. 1 so'm, 2 so'm qilaman deb har kuni izlanasan, haqiqatda tijoratchining qo'lida pul ko'p bo'ladi. Puling bo'ladi. Lekin pul meni ortimdan quvsin desang, ilm o'rgangin deydi. Pul meni ortimdan quvsin desang, ilm o'rgangin. Qancha programmistlar bor. Biz o'zimiz diniy sohadan tashqari biroz tijoriy ishlar bilan ham shug'ullanamizda. Tikuv sohasida shu faoliyat yuritamiz. Tikuv sexlarimiz bor. Shu joyga bir mutaxassisni chaqirdik. Xitoyda chiqarilgan eng so'nggi mashinani ustanovka qilish, sozlash uchun. Haligi odam Toshkentda yo'q ekan. O'sha mashinani tushunadigan mutaxassis Namanganda ekan. Telefon qilsak 10 kunlik buyurtmam bor. 10 kunlik buyurtmam bor. Samarqandga borishim kerak, Buxoroga borishim kerak, Andijonga borishim kerak, keyin Toshkentda ham buyurtmam bor ekan, o'shanga borgan paytda siznikini ham qilib beraman dedi. 10 kun kutdingda ishlata olmasdan haligi. Nimaga? Ilmning hurmatidan. Qancha bo'ladi desak, faloncha, ya'ni o'sha qimmat narxni aytayapti. Mayli biz rozimiz o'shanga, faqat bugun kelib qilib bersa, yo'q. O'sha pulimiz tayyor, qilib berish kerak, 10 kun kutar ekanmiz-da. Bu nimaning hurmati? Ilmning hurmati. Zo'r mutaxassis bo'lsak, pul ortimizdan qo'yadi, lekin pulni biz birlamchi maqsad qilmaylik. Zo'r mutaxassis bo'lganimizda ham mendan boshqasi yo'q ekan, $500 ga bitadigan narsani $1000 qilib olay, hamma beraveradi demaylik. Arzon qilib xalqqa ko'proq manfaat yetkazsa. Xalqning duosini olsa odam ko'karadi. Xalqning duosi juda ham katta narsa. Demak, niyatimiz mana shunday bo'lsin, hurmatli o'quvchilar. Niyatdan keyin eng asosiy narsalardan biri ilmni ham hurmat qilish kerak odam. Ilmni o'zini. Ilmni hurmat qilish degani birinchi navbatda mana hozir hech kimning qo'lida qog'oz qalam ko'rmayapman. Ilmni ustozlar aytadilarki, yozib olish kerak deydi. Har qanday ustozni og'zidan chiqayotgan narsani eng kerakligini yozib qo'ying. Arablarda maqollar bor, aytadiki, "Man kataba qarra va man hafiza farra" deydi. Kim yodlasa qochib ketadi yodlagan narsasi. Bir kun esdan chiqadi baribir. Odam baribir robot emas. Unutishi bor. Lekin yozgan narsasi qoladi. Falon joyga yozib qo'ydim deb hali yozgan daftaringizda varog'ingizda qaraysiz, haligi ma'lumot chiqib keladi. Mana hammamiz daftar tutamiz, kitob tutamiz. Ana kuni mana shu joyda maktabda o'g'lim ta'lim oladi. Har kuni olib ketishga kelaman. Bitta o'quvchi qo'lda kitoblar bilan boryapti-da, stol tennis oldida yerga shunday kitoblarni otib turib, stol tennis o'ynaydi. Bu kitobda ilm u. Allohning roziligiga erishtiradigan narsa turibdi. Unaqa otmaydi yerga. Kitobni, daftarni har qanday ilm yozilgandan keyin uni hurmat joyiga qo'yiladi. Chiroylab, e'zozlab, baland joyga qo'yiladi. Va keyin ba'zida bo'ladi, yil tugadi, daftarlarimiz to'lgan, uyga borib musirga otib yuboradi kimdir. Axlatga. yoki boshqa joylarga tashlab, bu ham yaxshi emas. Ularni chiroylab olib qo'yish kerak. Bir kun kerak bo'ladi albatta. Unga qancha ustoz vaqtini sarfladi. Bunda ustozning hurmati ham bor-da. Shuncha ilm berdi, siz yozib olib turib, keyin uni otib yuboryapsiz. Bu to'g'ri emas. Demak, ilmga hurmat degani kitobga, ana shu ma'lumotlarga nisbatan hurmat ham. Va keyingi eng asosiysi ustozga hurmat bo'ladi. Yuqorida ustozning darajasini aytdik. Butun farishtalar, butun jonzotlar hamma duo qilib turadigan zot ustoz. Xalqimiz ustozga atab she'rlarni, qo'shiqlarni 1000 yildan beri e'zozlab kelinadigan, tildan tilga ko'chib yuradigan maqollarni o'ylab topganda, maqollar bor. Ulardan eng zo'ri ustoz otangdek yoki otangdan ulug' deyiladi. Eshitganmiz-a maqolni? Ustoz otangdek yoki otangdan ulug'. Katta ustozlarimiz qaysi biri to'g'ri desa, ustoz otangdan ulug' shunisi to'g'ri deganlar.
otadan ham ulug'. Nimaga desa, odatda mana hammamizda ham ota eng asosiy ishi tirikchilik bo'ladi-da. Siz borsiz, akangiz bor, ukangiz bor, opa singlingiz bor. Ularni oziq-ovqat bilan, kiyim-kechak bilan, ta'lim bilan, hammasi bilan nima qilish kerak? Ta'minlash kerak. Buning uchun tirikchilik qilish kerak. Tirikchilik bilan ertalab chiqib ketib, kechib payt keladi. Ba'zida haftalab xizmat safarlariga chiqib ketadi otalarimiz. Shu farzandlarim birovdan, o'rtoqlardan kam bo'lmay o'ssin, kamchiligi bo'lmasin deydi. Asosiy Alloh taoloni tanitish, ilmga yo'naltirish, unga ikki dunyo saodatini beradigan narsalarni o'rgatish ustozga qoladi. Shuning uchun ham Allohni tanitgan zot eng ulug' bo'ladi deb ustoz otangdan ham ulug' deyiladi. Bu qanday ustozlar? Bu ana shu darajaga mos bo'lgan ustozlar. Allohni tanitgan, payg'ambarni tanitgan, ta'lim tarbiya bergan, eng foydali ilmlarni o'rgatgan ustozlar. Bizning ustozlarimiz hammasi mana shunday darajada inshaalloh. Endi ba'zi joylarda bor. Sekin-sekin yo'qolyapti. O'qiganimizda ko'rganmiz, ba'zi ustozlar haligi sessiya deydi, zachot deydi. Yillik baholarni qo'yish uchun pora oladiganlar bor. Bilimi yo'q haligi o'quvchini, lekin stavka qo'yib qo'yadi. $100 bersang 5 qo'yib beraman. Bu ustoz nomiga dog' tushiradigan ustozlar. Qo'shtirnoq ichidagi ustoz. Nomi ustoz xolos, haqiqiy ustozlik nomiga dog' tushiradigan odam shu bo'ladi. Yuqorida aytdik, sizlar ham vaqti kelib o'rganib ustoz bo'lasizlar, ta'lim beruvchi bo'lasizlar. Shunday ishni umuman qilmanglar. Bu ustozni nomiga dog' tushiradigan narsa. Undan ko'ra ustoz bo'lmasdan boshqa dalada ketmon chopgan yaxshi. Ustozni hurmatini bunday yerga urgandan ko'ra. Demak, ustozni hurmat qilish mana shunday yuksak darajada bo'lishi kerakki, mana bitta misol bor. Hozir mana kitoblarni ham tavsiya qilamiz. Shunday kitoblardan eng zo'ri hamma o'quvchilarga tavsiya qilinadi. Ilm olish sirlari degan kitob bor. O'zbek tilida tarjima qilingan, o'zi arab tilida yozilgan. Bizning bobomiz yozgan bu kitobni ham. Imom Zarnujiy degan shu O'rta Osiyolik olim yozgan. Ta'limul mutaallim arabchasi. O'zbek tilida ilm olish sirlari bo'lib chiqqan. Shuni yo'q bo'lsa, ota-onalarga aytinglar, shuni sotib olib albatta o'qish kerak. Unda ustozga hurmat, niyat, biz yuqorida aytgan narsalar batafsil tushuntirilgan. O'shanda aytiladi, bir ustoz madrasada dars berar ekan. Xuddi shunga o'xshab o'quvchilar o'tirar ekan, hadisdan, Qur'ondan dars berar ekanda. Dars berib turib, o'tirib dars bergan joyida o'rtada bir turib qo'yibdi. Turar ekanda, biroz turib, yana o'tirib olar ekan. Shogirdlar hayron bo'lishibdi-da, ustoz buni hikmati nima? Nima uchun ora-orada turib qo'yyapsiz? Atrofga qarasak bir mehmon kelgani yo'q, boshqa holat bo'lgani yo'q. Nimaga bunday qilyapsiz deganda aytgan ekanlarki, men bir paytlar sizlarga o'xshagan talaba bo'lganman. Madrasani hovlisida hozir ustozimni o'g'li o'ynab yuribdi, ustozimning o'g'li. O'sha shunda o'ynab eshikdan u yoqqa bu yoqqa o'tganda eshikning to'g'risi kelib qolganda ustozimning hurmatidan o'rnimdan turyapman degan ekan. Ustozi hurmat. U hali burni oqib yurgan yosh bola, lekin ustozi hurmatidan o'rnidan turyapti. Qarang. Endi ba'zi o'quvchilarni ko'ramiz, ustoz o'tib ketadi. Hatto salomni ham nasiya qilib bir burchakka bekam olamiz. Salom bermay o'tib ketamiz. Salom mavzuga ham hozir to'xtalamiz. Eng salom berishga loyiq bo'lgan zot ustozda. Otangdan ham ulug' deyilyaptimi? Ustozga doim qo'limiz ko'ksimizda assalomu alaykum deb salom berishimiz kerak. Eng kamida assalomu alaykum. O'zi payg'ambar alayhisalom eng zo'r salomni assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deganlar. Lekin qisqaroq bu ham bo'ladi, assalomu alaykum ham bo'ladi. Buni ma'nosi sizga Alloh taoloning tinchligini, ofiyatini, sog'ligini so'rayman degan. Boshqa xalqlar havas qilib yurar ekan bu salomga. Chunki bunday mukammal ma'noni boshqa tillardan topish qiyin ekanda. Good morning, good afternoon, good evening, good night, здравствуйте. Har bir xalqning salomlashuvi bor. Lekin bunday mukammal ma'noga ega emas. Shunday narsani ne'mat qilib bergan Robbimizga shukr qilib salomni kanda qilmasligimiz kerak. Keyin salom berganda ham mana yoshlarimizda bo'lib qoladi, e'tibor beramiz. Assalomu alaykum. So'rashadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum deydi ba'zilar. So'zi buzilishi bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham xuddi shunaqa salom berilgan. Assalomu alaykum degan yahudiylar. Som degani yahudiycha tilda o'lim degani ekan. Assalomu bo'lsa tinchlik, assomu bo'lsa o'lim.
assalomu alaykum desak, la tushib qolsa l harfi. O'zimiz bilmagan holatda o'sha ustozgadir, o'zimizdan katta odamga yoki do'stimizga nima qilyapmiz? O'lim tilayapmiz. Bunga hushyor bo'laylik. Dona qilib, assalomu alaykum deylik, qanaqa go'zal chiqadi. Assalomu alaykum qatta, assalomu alaykum qatta. Bitta salomni o'zida to'g'ri bera olmaymiz-da ba'zida. Mana shuni ham foydasini bilib olishimiz kerak. Va yana bitta narsa, ba'zida aytadiki, "Domla, salom bersam, hali olmadi-yu, o'shanga salom bermayapman" deydi. Ba'zi kattalarga mahallalarda salom berib qolsa, hali olmay o'tib ketib qoladi. Balki xayol bilan o'tib ketgandir. Balki u bemordir. Xayoli boshqa joydadir, tashvish bilan ketayotgandir. Lekin salom bergan odamga albatta savob yozilaveradi. Hech qachon salomga alik olmasa, salom bermayman degan gap yo'q bizda. Ustozlar aytadilarki, hadislarda ham bor, san assalomu alaykum desang, qarshingdagi odam alik olmasa, farishtalar va alaykum assalom alik oladi. Ya'ni senga ham Allohning tinchligi, salomi bo'lsin degan. Farishtalar duo qiladi haqqimizga. Endi salomni yana bitta tomoni, salom mavzusiga o'tib qo'ya qoldik endi. Alik olish o'zi salom berishdan ham ko'ra zarurroqdir. Javob berishdi, chunki birov savol bersa javob berish muhimroq deyiladi. Alik olishga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Sekin katta bo'lib boryapmiz, deylik, katta sinflarga kichkina sinflar salom beringlar. Ularning ichida inshaalloh kelajakda yaxshi olimlar chiqadi. Shularga o'xshagan inson bo'layman hamda hurmat qilib assalomu alaykum deylar. Katta sinflarni ko'rganda hatto. O'zaro ham sinfdoshni ko'rganda ham salom berish kerak. Bu salomlashuv bu. Ana shunda alik oluvchi ham albatta va alaykum assalom deb alik olib qo'yish kerak. Chunki alik olmasa javob bermagani uchun gunohkor bo'lib qolishi ham mumkin. Mana shunga ham e'tibor berib qo'yamiz. Bunga Qur'oni Karimda oyat bor. Agar sizga salom berilsa, xuddi o'shani mislicha yoki undan yaxshiroq qilib alik olinglar deganda Alloh taolo buyruq bergan. Bu narsa keyin mana ijtimoiy tarmoqdan ham foydalanganlar bor ichimizda. Telefondan foydalanamiz hammamiz. Telefonda ham odob. Bittasi telefon qilyapti. Qorovul oldiga chiqib, adamga telefon qilib bering. Nomerlarni nechi falon. Mana chaqiryapti. Ada kelyapsizmi deyapti. Telefonni ko'tarib. Assalomu alaykum adajon, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Charchamayapsizmi? Kelib qolasizmi? Darsim tugadi desa bo'ladi-yu. Odob bu. Ota qanday quvonadi bu tarbiyadan? O'g'lim mendan hol ahvol so'radi deydi. Mana bunday odoblarga ham, demak, salom berish masalasida hurmatli o'quvchilar e'tibor bersak, juda ham yaxshi, mukammal ish qilgan bo'lamiz. Yana bitta ustozni hurmat qilish masalasida salom berish dedik, haqqiga duo qilish bor, doimo hurmat qilish, orqasidan masxara qilmaslik, g'iybat qilmaslik, ustidan kulmaslikdan tashqari bir ajoyib bir hikoya keltiriladi. Bir xalifa, podshoh o'g'lini o'sha zamonning eng katta ustoziga ilm o'rganish uchun beribdi. Va har hafta sovg'a salom bilan borib turar ekan. Ya'ni ustozni sovg'a salom bilan xursand qilib turish ham bu yaxshi narsa. Ya'ni ixtiyoriy ravishda ustozni ko'ngli ko'tariladi, duo olinadi. O'shanda xalifa sovg'a salom bilan borsa, ustoziga tahoratiga suv quyib turibdi ekan. O'g'li, xalifaning o'g'li, podshohning o'g'li tahorat qilyapti. Oyog'ini yuvayotgan paytda kirib qo'ygan ekan xalifa. Men sizga bolamni ilm va odob o'rganish uchun jo'natganman. Ilm va odob berishingiz kerak siz. Nimaga bir qo'lida suv quyib, ikkinchi qo'lda oyog'ingizni yuvib qo'ymayapti degan ekan. Ko'pchilik kutgani nimaga oyog'ingizni yuvdiryapsiz degan tanbeh eshitadi kutgandi. Yo'q, haligi xalifa olimni haqqini biladigan odam ekanda. Bir qo'lida suv quyib, endi u paytda suv quyib turilgan-ku obdastalarda. Hozirgidagi sharoit yo'q tahorat qilishga. Ikkinchi qo'lingizni oyog'ini yuvsin, shogird shunga loyiq deganda. Shogird ustozni demak xizmatini ham qilish kerak. Ba'zida magazinga chiqib kelgan, mana bu narsani ana bu joyga olib borib bergan degan gaplarni gapirsa, shogirdlar sekin jinnini yoqishni boshlaydi. Ketayotgandimda ishim bor edi ustoz. Hozir sal mazam bo'lmayotdi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Xizmatini qilish kerak ustozni. Xizmatni qilsak, kam bo'lmaymiz, o'sha ustozlar darajasiga erishamiz. Ustoz duo qiladi qalbidan. Shu shogirdimning ilmiga baraka bergin deydi. Ilm ko'p o'qishda emas. Shu ustozni xizmatini qilganimdan ko'ra kirib kitobimni o'qiy deydi ba'zi odamlar. Lekin Alloh baraka bersa, 1 soatda 10 soatda oladigan ilm berib qo'yadi. Zehningizni ochib qo'yadi. Bitta o'qiganda yodida. Islom tarixida shunaqa olimlar bo'lganki, mana masalan Anvar Shoh Kashmiriy degan olim keltiriladi, yaqin asrda yashab o'tgan olim. Bir kitob, noyob kitob ekanda, shu odam
ko'p o'qib o'zlashtirib yurar ekan, kutubxonaniki ekan, kutubxonaga topshiribdi. Bir 10 jildlik kitob. Keyin kutubxonaga o't ketib qolibdi, pajar bo'libdi. Olov o'sha kitobni yondirib yubordi. Noyob bitta nusxadagi kitob ekan. Haligi olimning oldiga kelib turib, siz boyagi kitob yonib ketib qoldi. Shu kitobni esda qolgan joylaringiz bo'lsa bir yozib bersangiz qaytadan shuni kutubxonamizni to'ldirib qo'yardik deganda, bitta so'zini ham o'zgartirmasdan yozib bergan ekan shu olim. Kitobni yoddan bilar ekan. Shu olimlar madrasalarda dars bergan, o'sha yuqorida aytganimizdek podshohning hadyalarini ham olmagan, faqat xalqqa ilm berish bilan mashg'ul bo'lgan. Alloh taolo zehnini shunaqa ochib qo'yganki, bitta o'qisa yodlab oladigan qilib qo'ygan. Bitta o'qisa yodlab oladigan darajaga erishgan. Va yana hurmat qilish ma'nosida ota-onani hurmat qilish ham aynan siz va biz o'quvchilarni, farzandlarni vazifasi. Chunki ular ilm olishimiz uchun mana shunday sharoitlarga sababchi bo'layotgan zotlar bo'ladi. Va birinchi navbatda birinchi ustozimiz ham ota-onamiz. Ismimizni aytishni, la ilaha illallohni aytishni masalan, yoki biroz o'qishni, yozishni, hamma hayotiy ko'nikmalarni, odoblarni ota-onamizdan o'rganganmiz. Birinchi ustozimiz ota-onamiz bo'ladi. Ularning haqqiga duo qilib, ularga Qur'oni Karimda aytilganki, ularga uf demagin deyilgan. Uf, ota-onaga uf deb bo'lmaydi. Nimaga Alloh taolo uf degan so'zni ishlatdi desa, eng kam ota-onaga norozilikni bildirish ko'rinishi uf ekanda. Yoqmasa deydi, boshqa gap gapira olmaydi ota-ona hurmatidan. O'shani ham gapirmagan ota-onaga degan. Endi ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolyapmiz, yaqinda sizlar ham ko'rgan bo'lsanglar kerak, bir 15 yoshli bolami onasi bilan urushyapti. Tagiga yozib qo'yibdi, hamma joydan aylandi. Qo'lidagi telefonni olib qo'ygan ekan, PUBG o'ynamaysan deb onasini uryapti ekan, tepib. 15 yoshli bolaning ham kuchi joyida bo'ladi-yu. Bor kuchi bilan uryapti onasini. Bu farzandni nomiga dog' tushiradigan. Xalqimizda bor, bu hadisda ham kelgan, ota-onaga oq bo'lish deydi, Alloh asrasin. O'shanga olib boradigan ish. Ota-onani norozi qilib qalbini og'ritgan farzand oq bo'ldi deyiladi. Va hadisda qiyomat kunida bir necha odamlarni Alloh taolo kechirmaydi deganda, o'shalardan bittasi ota-onasiga oq bo'lgan farzandni kechirmaydi deydi. Do'zaxga hukm qilinadi deydi. Ota-onamizni doimo labbay otajon, labbay onajon deb yaxshi gapirib, duosini olib xizmat qilishimiz kerak ularga. Hech kimdan kam bo'lmasin, mana shunday xususiy maktablarda sizlarni o'qityapti. Paytida odamlar orzu qildi bunaqa sharoitni. Orzu qilib o'tdi. Onani mehri otanikidan ham yuksakroq bo'ladi. Onaga yanada ko'proq e'tiborli bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jannat onalar oyog'i ostidadir dedilar. Bu nima degani? Oyoqning ostida emas. Ya'ni xizmatini qilasan, hatto oyog'ini tozalab bo'lsa ham, oyog'iga tiz cho'kib bo'lsa ham xizmatini qilsang, onang rozi bo'ladi va ana shunda jannatga erishasan. Bir odam onasini yelkasiga ko'tarib haj qildiryapti ekan. 7 marta Ka'bani tavof qilib turib, bir ustoz oldiga kelib, mana onamni haj qildirdim, yelkamda ko'tarib tavof qildirdim, sa'y qildirdim, hamma haj amallarini bajartirdim. Haqqini ado qildimmi deganlarda, kechqurun bezovtalanib turib bir marta tagingni almashtirganda ham hali haqqini ado qilgani yo'q degan. Onaning haqqi shunchalik ulug'. Ya'ni otadan ham ko'ra ko'proq onaga ko'proq e'tibor berib, mehr berib, mana katta bo'lib boryapmiz, kelajakda ularning xizmatini qilishga qattiq bel bog'lab turishimiz kerak. Onamni rozi qilaman, onamni hajga olib boraman, onamga eng yaxshi muomalani qilaman, eng yaxshi sharoitlarni qilib beraman niyat qilishimiz kerak. Onaning mehri haqida rivoyat keltiriladi. Balki to'qima bo'lsa ham, lekin undagi ma'no muhim. Bir kuni bir yigit bir qizni yaxshi ko'rib qoldi. Va unga uylanmoqchi bo'ldi. Endi juda chiroyli qiz ekan, borib uylanishni taklif qilsa, bitta shartim bor. Seni muhabbatingni sinab ko'rish uchun menga onangni yuragini olib kelasan. Shartni qarang. Haligi bola, qanaqa qilib onamni, men dunyoga keltirgan zotni yuragini olib kelaman, boshqa qanday sharting bo'lsa bajaraman, buni bajara olmayman desa, unda meni ko'zimga ko'rinmagan. Faqatgina bitta shu shartim bor. Nima qilishini bilmasdan bu yoqda qalbaligi sevgidan o'rtanadi. Borib bir jayronni o'ldirib, kiyikni bolasini yuragini olib ketdi. Endi aldamoqchi bo'ldi-da. Haligi qiz ko'rib, meni ustimdan kulyapsanmi? Men juda yaxshi bilaman, bu kiyikni yuragi bu.
insonni yuragini juda yaxshi bilaman. Onang yuragini olib kelgan. Onasini oldiga boribdi. Onajon, shunaqa holat bo'lib qoldi. O'sha qizsiz yasha olmayman, uylanmasam bo'lmaydi. Shunaqa shart qo'yapti desa, haligi ona aytibdiki, agar qalbing o'shani xohlayotgan bo'lsa, mayli o'g'lim, men roziman debdi. Men yuragimni olgan debdi. Yo'q, qanday qilibsan? Men roziman deyapman, bolam. Endi o'ldirib yuragini olibdi xullas. Yuragini olib, endi shoshilib ketyapmish haligi qizning oldiga. Endi borib yuragini bersam, meniki bo'ladi. Yo'lda shoshilib ketayotgan paytida toshga qoqilib yiqilib tushibdi, yurak uchib ketibdi nariyoqqa. Oyoqlari sinibdi, toshga yiqilib, oyog'i sinibdi. Zo'rg'a sudralib, yurakka yaqin borib qo'lini cho'zayotgan ekan. Yurak aytayaptimish. Onani yuragi gapiryaptimish. Bolam, qattiq yiqilmadingmi? Qattiq yiqilmadingmi? Yurak gapirayotgan ekan. Onani mehrini qarang. Ya'ni bu aytmoqchi bo'lganimiz bo'lgan voqea bo'lmasligi mumkin, lekin ona shu darajadaki farzandi uchun o'limga ham tayyor bo'lgan bitta zot ona bo'ladi. Lekin onaga yuqoridagidek haligi telefonni olib qo'ysa bunaqa muomala qilish, sarkotda bo'lib qolsa, onajon, men o'zim yaxshi bilaman. Siz nimani bilardingiz? deb yashirinib ko'chaga o'rtoqlari bilan o'ynagan chiqib ketadiganlar, bema'naligi kompyuter o'yinlariga ketib qoladigan farzandlar bu yaxshi ish qilmayapti bular. Onasini norizo qilgan farzand 1-2 bo'lmaydi. Shu narsani yaxshi bilib oling. Ota-onani, ayniqsa onani. Endi tolibi ilm yana o'zining shaxsiga tegishli narsalardan biri ilm olishda sabrli bo'lishi. Yuqorida aytganimizdek, odob axloqli bo'lishi. Odob axloq bitta salom berishning o'zida emas. Bitta ota-onaga hurmatni o'zida emas. Hayotimizning hamma jabhasida bor. Ovqatlanishimizda bor. Kiyinishimizda ham bor. Jamoat joylarida o'zimizni tutishimizda bor. Birov bilan muomalamizda bor. Hamma narsada bor. Kelajakda avtomashinaga o'tiramiz, mashina haydashda ham bor. Ko'chada velosiped haydaymiz, futbol o'ynaymiz, o'shanda ham bor. Ko'chadan ba'zida piyoda o'tib qolaman mahallalardan. Yosh bolalar futbol o'ynayotgan bo'ladi. Qayerda o'rganib olgan yosh bolalar so'kinib o'ynayapti-da. O'sha yerda ham bo'lsa kerak shunaqa bolalar. Bu hozir bor, yo'q emas. Lekin bu kasallik. Bu kasallik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonning xulqi haqida maqtagan paytlarida mo'min inson fahsh so'zlarni so'zlovchi bo'lmaydi, la'natni aytuvchi bo'lmaydi deganlar. Bir ustozimiz ajoyib misol aytganlar. Ba'zi odamlar borda, yosh kattalarda ham ko'rib qolinadi, so'kinib gapiradi. Biz tanbeh berib qolamiz ba'zida. Hojilar ham borda, hoji aka, u yarashmaydi sizga. Yosh bolalar bor, jamoat joyidasiz, bolalar ibrat oladi sizdan. Domla qoraga o'rganib qolganmizda endi til ketib qoladi ba'zida. Shunda ustozlar aytadilarki, agar ro'parangizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan bo'lsalar ham shunaqa gaplasharmidingiz? Yo'q, nima deyapsiz? Hurmat qilib har bir so'zimni o'ylab gapirardim. Endi sizga yana boshqa o'xshatchi, bundan kattaroq narsani aytaymi? Payg'ambar alayhisalom emas, siz Alloh taolaning o'zi kuzatib turibdi hozir. Biz e'tiqodimizda yaxshi bilib olinglar, inson balog'at yetgandan keyin Alloh taolo ikkita farishtani mukallaf qilib qo'yadi. Endi ikkita farishta vazifador bizga. O'ng yelkamizda bittasi chap yelkamizda. Uni kiroman katibin yoki raqibun atid deydi Qur'oni Karimda. Kuzatuvchi farishtalar, yozuvchi farishtalar. O'ng tomondagilar yaxshi amallarimizni yozadi, so'zimizni ham, amalimizni ham. O'sha so'kinishni ham yozadi. Unga javob berishimiz bor. Hazrat Anas radhiyallohu anhu, "Ya Rasululloh, menga nasihat qiling, shundan keyin boshqa nasihatga muhtoj bo'lmaydiganlarda tillariga ishora qilgan ekanlar." Tillariga ishora qilgan ekanlar. Ya'ni tilingga e'tiborli bo'lgin, hamma gunohlarni boshlanishi tildan bo'ladi. "Ya Rasululloh, gapirgan gapimizga ham javob beramizmi?" deganlarida, "Ey Anas, odamlar do'zaxga yuzi bilan sudralib uloqtirilishiga sabab bo'ladigan narsa tili bo'ladi. Bundan ogoh bo'lgan" degan. Va ortdan aytdilarki, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, ya'ni musulmonman deb bilsa o'zini, yaxshi so'zlarni gapirsin yoki jim tursin. Buni jim o'ynasa ham bo'ladi-ku, to'g'rimi? O'sha futbol. Yoki birov bilan
bema'ni gaplarni gapirib o'tirgandan yoki birovni g'iybat qilib ustidan masxaralab o'tirgandan ko'ra jim turgani, hech bo'lmasa subhanalloh tasbih aytgani yoki uyga kirib vazifalarni bajarib ota-onasining xizmatini qilgani undan afzal bo'ladi. Shuning uchun ham jadidchi bobomiz Abdulla Avloniy slaydda ham bor, qo'yib yuborsak yaxshi bo'ladi. Gaplari borda. Keyingi betlarda bo'lsa kerak. Aytganlarki, tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot. Yo saodat yo falokat. Yana bitta davom bor edi, masalasidir deganlar. Ya'ni yo hayot yo mamot, yo najot yo falokat, yo saodat yo falokat. Mana shu 3 ta narsa. Bekorga aytilmagan. Shunaqa olimlar bor hozir. Hammamiz ham mana shu yo'lda qadam qo'yapmiz. Yuqorida ham aytdik. Shunaqa olimlar bor. Hozir odamlarni qirish uchun viruslar ishlab chiqarish ustida ilmiy ishlar olib boryapti. Laboratoriyalarda o'tirib virus ishlab chiqaryapti. Ayniqsa musulmonlarga, siz va bizning davlatlarimizga ko'z tikkan ular. Qaysidir mahsulotlar ichiga qo'shib yuboradi o'sha moddani. Borgan sari nasli qiriladi. Borgan sari erkaklardan erkaklik xususiyati yo'qoladi, ayollardan ayollik xususiyati yo'qoladi. Ya'ni nima yo'q ularda? Ilm bilan birga tarbiya yo'q. Allohdan qo'rqish yo'q. Yoki bombalar ishlab chiqaryapti. Bittasi 1 sekundda mo'ljalga uradigan chiqarsa, bittasi yarim sekundda yetib boradiganini uryapti. Bittasi bo'g'ilib o'ldiradiganini chiqarsa, bittasi hech qanaqa ta'sirsiz o'ldiradiganini chiqaryapti. Ilm bilan shular, lekin bu ilmdan hech qanaqa foyda yo'q. Ilm qachon foydali bo'ladi? Yuqorida ham aytdik, ilm tarbiya bilan birga o'rganilsa, o'sha ilmdan odamlar foyda topsa, xalq manfaat topsa, ana shunda ilm foydali bo'ladi. Bizning bobolarimiz Buxoriylar, Termiziylar, Samarqandiylar, Farg'oniylar, Ibn Sinolar, yaqin o'tmishda o'tgan, o'rta o'tmishda o'tgan Alisher Navoiylar, Imom Moturidiylar, Abdul Xoliq G'ijduvoniylar yoki yaqinda o'tgan Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Fitrat, Cho'lpon kabi adiblarning hammasi xalq xizmatida o'tdi. Yaqin o'tmishdan ham to'xtalamiz Imom Abdulla Qodiriy haqida. Yaxshi bilamiz, jadidchi bobomiz Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlarni yozgan, Mehrobdan Chayon eng o'zbek romanchiligidagi Gultosh asarlarini yozgan odam. Ularni albatta o'qish kerak bo'lgan kitoblar. Shu odam o'tgan kunlarni yozgani uchun o'ldirilgan. O'tgan kunlarni yozgani uchun o'ldirilgan aslida. Nima ayb topdi o'tgan kunlar? Oddiy oldingi xonlik davridagi bir o'zbek turmushidan, tarixiy roman-ku deganda oxirida bitta gap bor edi. Oxir nima bilan tugagan? O'qiganlar bor-a? Otabek haqida ketadi. Otabek Avliyotada rus askarlariga qarshi jihodda shahid bo'ldi degan. Vatan himoyasi yo'lida degan. Ya'ni siz u bizni himoya qilish uchun bostirib kelayotgan dushmanga qarshi chiqib o'ldirildi. Shuni kitobda yozgan uchun ruslarga qarshi yozilgan kitob bu. Sovet davri o'sha paytda hukmron bo'ldi, bizni bosib olgan. Shu sababli bu kitobda sho'ro hokimiyatini ag'darib yuborishga yashirilgan g'oyalar bor deb turib xulosa yozib berishgan. Xulosani ham majburan yozdirishgan boshqa sheriklariga, o'rtoqlariga va uni o'limga hukm qilingan. 1938-yil 4-oktyabrda otib tashlangan va uni qatorida Fitrat, Cho'lpon, Usmon Nosir kabi juda ko'p bizning bobolarimiz siz u bizni mana shunday yaxshi ta'lim olishimiz uchun, emin erkin yashashimiz uchun harakat qilgan odamlar shunda jonini fido qilib yuborganda. Hozir mustaqil bo'lib yashab turganimiz, tinch, xotirjam yurtda yashab turganimizni qadriga yetishimiz kerak. Oxirgi so'zimiz mana shu joyda. O'zi mavzu keng, lekin vaqt ham chegaralangan. Sizlarni ham ko'p kuttirmaymiz. Vaqtni behuda sarflash degan narsa hozir o'quvchilar juda ko'payib ketyapti. Vaqtni behuda sarflash. Men o'zim ham uyga boraman. Telefonimni tepaga qo'yib qo'yaman. Shu bolalar olmasin deb. Keyin 3 ta farzandimiz bor-da. Ovqatlanib o'tirsak, ovqatlanib, "Ada, men darsimni qilsam maylimi? Ha, tur bolam, darsingni qil." Chiqib ketadi-da, o'yinga o'tib ketishadi darrov. Qiy-chuv to'polon, ha mayli o'ynasin. Maktabda charchab kelgan, ozgina miya dam olsin desak, birdan o'yin ham to'xtab jim bo'lib qoladi. Bilamanki, telefonni oldi. Qarasam, bir burchakka kirib olib, telefon o'ynab o'tirgan bo'ladi. Darrov qo'ldan olib qo'yamiz. Va to'g'ri tushuntiramizki, bolam, bu telefon seni ko'zingga zarar, aqlingga zarar, vaqtingni o'g'irlaydi. Undan ko'ra sport bilan shug'ullan. Mana koptok deb
Turnikka osilgan yoshlar. Uning o'rniga sport bilan shug'ullanaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kuchli mo'min kuchsiz mo'mindan ko'ra yaxshiroq dedilar. Eng zo'r sportchilar bizdan chiqyapti. Hozir dunyoni larzaga keltiryapmiz. Mana kecha shaxmatchi chempion bo'ldi. 18-19 yoshli bola. Boshqa o'zimizda ham qanchalik karatelardan chempionlar chiqyapti. Shu maktabimizdan ham. Hech bo'lmasa sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Badanimiz chiniqadi. Yoki o'sha o'yinlardan, behuda bolalar bilan ko'chadaligi Counter, PUBG bir nimalar o'ynab o'tirish bor. Yoki mana hozir Instagram, Telegram rivojlanib ketdi, kirib olib yoshlar 19-20 yoshga borgan yoshlar nima qilyapti? Bema'ni videolar ishlashga juda usta bo'lib ketdi. Montajni o'rganib olyapti, programmaga darrov tashab turib, prank qilgan bir-biriga, boshqa narsalarni qilib yoki ayol qizlarimiz yo singillarimiz o'sha sharm hayoga, iboga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlar qilib Instagramga joylayapti. Yoshlarni ham ongini buzyapti. O'zini ham vaqtini behudaga sarflayapti. Uni yomon tomoni Instagramga joylab qo'ydi, profil qoldi, o'zi bir kun o'lib ketdi, lekin nechta odam ko'ryapti. Undan zararlanyaptimi? O'shani gunohi o'lgandan keyin ham borib turaveradi. Lekin yaxshi narsa o'rniga ibratli narsa chiqarsa, vafotidan keyin ham kim ko'rib foyda olsa, ilm o'rgansa, savob borib turaveradi. Mana shu narsaga harakat qilishimiz kerak siz biz. Bir odam ajoyib o'xshatish qildi, kecha internetda ko'rib qoldim. Qo'shiqchilar masalasida aytdi. Mana dedi, ustoz san'atkor Sherali Jo'rayev. Eshitganlar bor, ustozimiz yaxshi biladi. Shu odam dedi, birorta bema'ni ashula aytganmi? Yo'q, hammasi ma'noli, ayniqsa umrlarining oxirlarida shu oyat hadislarni juda ko'p qo'shiq qilib aytdilar. Juda ma'noli qo'shiqlarni ko'p aytdilar. Shayx hazratlari bilan, muftiy hazratlari bilan juda yaqin edilar, shogirdlik maqomida edilar. Shu kishi. Keyin lekin shunaqa qo'shiq aytmagan bo'lsa ham muxlislari bema'ni qo'shiq aytayotgan, har xil klip olayotganlardan kammi dedi? Ko'p bo'lsa ko'p dediki, kammas dedi. Yoki to'yga bormasmi dedi. To'yi ham doim navbatda turilardi. Doim to'yga aytilardi u kishi. Yoki pul topishlari ulardan kammi desa, ulardan 10 barobar kerak bo'lsa ko'p topardi. Demak dedi, bema'ni ishlarni qilmasdan ham xalqqa manfaat berib pul topsa bo'lar ekan-ku. Aynan qo'shiqchilik sohasi misolida hamma sohada ham shu. Halol ishlab ham eng zo'r pulni topish mumkin. Pul birlamchi bo'lmasin. Pul Alloh taolo rizqimizga yozib qo'ygani bo'ladi. Yaxshi bo'lsak, yaxshi ilm o'rgansak, ortimizdan o'zi quvib yuradi. Vaqtimizni behudaga sarflamaylik. Mana sizlarga men kitoblarni olib kelganman. Siz shuni bir bolalarga bir tarqatishsinlar. Varaqlab ko'rishsin. Bittasi aynan vaqt qadriga yetish uchun ulamolar nazdida vaqtning qadri degan kitob. Siz u bizni bobolarimiz, o'sha Imom Buxoriylar, Imom Termiziylar vaqtga qanaqa e'tibor berishgan. Bu. Va yana odob axloqqa tegishli hadislar to'plami degan kitob. Men o'zim o'g'limga ham olib berdim shuni. Har kuni bittadan o'rganyapman. Juda bolajonlar tilida yozilgan kitob ekan. Salom berish, yuqorida aytganimizdek, taomlanish, o'ng qo'l bilan boshlash, masalan, ovqatdan oldin qo'lni yuvish, ovqatdan keyin qo'lni yuvish, hojatxonaga kirib chiqish odoblari, hammasi dinimizdagi ko'rsatmalar asosida tushuntirilgan. Yana uchinchisi niyat, ixlos, ilm. Buni hamma o'qish kerak, ustozlar va talabalar. Ya'ni ilm olishda niyat qanday qilinadi, ixlos qanday bo'lishi kerak va niyat, ixlos to'g'ri bo'lgandan keyin ilmni qanday o'rganish kerak. Bu. Va 4-kitob bor edi, meni o'zimda ham topolmadim, kimgadir berganman shekilli, ilm olish sirlari yuqorida aytganimiz. Mana shu 4ta kitobni albatta o'qishimiz kerak. Albatta o'qisak, mana shunda to'g'ri hayot kechiramiz, kelajakda to'g'ri ilmimizni yo'naltiramiz, haqiqiy lider bo'lib, haqiqiy jamiyatga manfaat yetkazadigan odam bo'lib yetishamiz. Mana shu kitob berib turing, oxirida bitta jumlani o'qib beraman shu joyda. Shu bilan tugatamiz. Ajoyib tafakkurgun deydigan narsa. Qarang. O'rtacha 75 yil umr ko'rgan insonning asosiy vaqti quyidagilarga sarflanadi, deyapti. 75 yil. 75 yil yashash ham oson emas o'zi. Umrimiz uzoq bo'lsin, sog'lik, yaxshi yashashga harakat qilaverishimiz kerak, sog'ligimizga, sportga e'tibor berib. Mayli 75 yil yashaydigan bo'lsa bir odam o'rtacha. O'shani 15 yil atrofida yoshlikka ketadi. Baribir o'zini eplab olish, oq qorni ajratish uchun inson 15 gacha kiradi, ya'ni balog'atga yetish deydi buni. Agar bir sutkada 8 soatdan uxlasa, 25 yil uxlar ekan odam. 75 yilni 25 yili uyquga ketib olar ekan, 8 soatdan uxlasa. Ba'zida undan ham ko'p uxlaymiz.
o'rtacha 8 soat uxlasak agar. Agar bir sutkada 8 soat kasb hunar bilan mashg'ul bo'lsa, 8 dan 5 gacha ishlaymiz odatda. Ishga ketadigan bo'lsa, yana 25 yil umr ish bilan mashg'ul bo'lishdan o'tib ketadi. 50 yili ketdi. 75 yilni 50 yili ketdi. Agar bir sutkada 3 mahal ovqatlansa odam, har ovqatlanishga yarim soatdan vaqt sarflasa, 4,5 yildan ortiq umr ovqatlanishga ketadi. 4,5 yil va 15 yil yuqorida yoshligi bor edi, 19,5 yil, bu yoqdan 50 yil. 5 yildan ortiqroq muddat qolibdi. Mana shu qolgan 5 yildan ortiq umr hammaning o'zi yaxshi ko'rgan sevimli mashg'ulotlariga sarflanadi deydi. Mana ko'rishinglar mumkin, davom et. O'sha 5,5 yil umrni yaxshi o'tkazish uchun biz hozir gapirdik-da. 5,5 yil umrimiz qolyapti, ya'ni 75 yil yashasak, o'shanda qanday yashash kerak? Mana shu kitoblarda tushuntirilgan. Inshaalloh yana balki nasib qilib qolar, yana suhbatlashish, xudo xolasa keyingi safarlar bu mavzularni davom ettiramiz. Aynan mavzumizga tegishli juda ko'p gaplarimiz qolib ketdi, slaydda ham bor. Lekin vaqt oliy ekan va xalqimizda dono maqoli bor, asalni ham og'zi shirin deydi. Shuni hazm qilib olsa, xudo xolasa keyingi safarlar yana boshqa mavzularga to'xtalamiz. O'sha savollar bo'lsa. Hurmatli o'quvchilar, ustozga savolinglar bormi? Mana shuni o'tir. Ustozga savollarimiz bormi? Ilm olish sirlari kitobini o'qiganlar bormi? Bitta qo'l ko'tarib yuboringlar. Ilm olish sirlari. Ilm olish sirlari kitobini o'qimaganmizmi? Ha? Ishlayapti. Yo'shirib qo'ying. Ertaga olib keltiraylik o'ntani. 5-chi, 9-chi sinfgacha majburlab bo'yanishda hammasi o'qib chiqsa, asli o'qish kerak edi bular. O'sha kitobda har bittamiz kutubxonadan olib qo'yadi, shu yerdan olib o'qisizlar. Agar shu kitoblardan birortasini o'qigan odam bo'lsa, men sovg'a qilib ketaman. O'sha kitob. Qo'yadagi kitoblardan birortasini o'qiganlar bo'lsa, sovg'a sifatida olib qolsangiz ham bo'lar ekan. Ajoyib mavzu uchun o'z minnatdorchiligim bilan maktabimiz nomiga kichkina sovg'amiz bor edi, uni ham sizga berib qo'ymoqchimiz. Shart emas edi-ya sovg'a. Rahmat sizga. Ustoz shu ustozlar savol bor ekan. Bering. Xo'p. Islom dinida eng muhim qilinishi kerak bo'lgan narsa deyildi. O'zi bitta narsaga chegaralanmagan islomda. Chunki G'arbda bir olim islom haqida tadqiqot olib borib turib aytganki, islomiy yutug'i nima bilasizlarmi? Nima uchun musulmonlar ko'payyapti? Nima uchun musulmonlar hech qachon mag'lub bo'lmaydi? Chunki ularning dini faqat din emas, u hayot tarzi degan. Biz dinimiz faqat dindan, masalan, nasroniylarda, boshqa dinlarda ko'rsangiz, cherkovga borib ibodat qilib keladi, bo'ldi. Qolgan payt xohlaganicha yashaydi. Lekin bizning dinimizning mukammalligi hayotimizni hamma jabhalariga kirib boradi. Lekin bularning ichida eng muhimi deb aytishimiz mumkin insonning iymonli bo'lishi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bir sahobiyga xuddi shunaqa savol bergan. Islomdagi eng muhim narsani ayting, shundan keyin boshqa savolga muhtoj bo'lmaydiganda, qul la ilaha illalloh summa istaqim. La ilaha illallohni aytganda so'ng o'shanga muvofiq hayot kechirgin degan. Ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q va payg'ambar alayhisalom haq payg'ambar degan e'tiqodda bo'lishimiz birinchi. Va yana mana hammanglar bilasizlar, mana shu yerda Hilol nashr degan do'kon bor. Kitob do'koni. Ota-onalar bilan borganinglarda aytsanglar, 40 farz degan plakat sotiladi. Balki uylarda ham bo'lsa kerak. Islomdagi eng muhim amal farz deyiladi-da. O'shalarning eng muhim 40 tasi o'sha kitob plakatga jamlangan. O'shalarni o'qib o'rganish kerak. Eng muhimi demak 40 ta, ularning ichida eng asosiysi mana shu iymon kalimasini aytish bo'ladi. Keyin namoz o'qish, roza tutish, zakot berish va hokazo amallar bor. Ularning ichida 40 ta farz ichida ham alohida berib qo'ygan ilm o'rganish degan.
O'sha 40 ta farzdan bittasini sizlar hozir qoyim qilib turibsizlar. Rahmat. Ustozlarimizda bitta o'git bor. Mana shunday suhbat qilinsa, qaysi joyda oyat va hadis aytilsa, dars bo'lsa, har qanday darsda, ilm majlisida Alloh taoloning farishtalari kelib u joyni tavof qiladi. U joyni Alloh taoloning rahmati o'rab oladi degan. U joydan shaytonlar, jinlar qochib ketadi degan. Shunday muborak davrada bitta qisqacha duo qilib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Allohim avvalo eshitganimizga, bilganlarimizga amal qilishimizni o'zing nasib etgin. Mana shunday tinch, obod yurtda yashayotganimizga o'zingga hamd va sano shukrlarimiz bo'lsin. Tinchligimizni bundan-da mustahkam, barqaror, bardavom aylagin. Mana shunday tinch, xotirjam kunlarga sababchi bo'lib turgan barcha muhtaram yurtdoshimiz, boshchilikdagi rahbarlarimizni barcha olib borayotgan xayrli ishlarda o'zing madadkor bo'lgin ya Robbi. Mana shunday go'zal joyda xizmat qilayotgan avvalo ustozlarimiz, bu joyning asoschilari, ustozlarimizni ustozlari hammalaridan Allohim o'zing rozi bo'lgin. Xonadonlariga tinchlik, ofiyat bergin. Ota-onalarini o'tib ketganlari bo'lsa o'zing rahmatingga olgin, tiriklari bo'lsa ularni salomat qilgin. Bularni ustozlarimizni farzandlaridan ham o'zlariga o'xshagan yetuk olimlarni o'zing chiqargin. Va mana shu joyda ta'lim olayotgan bu o'quvchilarimiz, farzandlarimizni hammalarini ilmlariga o'zing ziyodalik bergin. Ilmni odob bilan birga mukammal o'rganishlarini o'zing nasib etgin. Va kelajakda bu joydan haqiqiy Imom Buxoriylar, Imom Termiziylar, Ibn Sinolar, Farg'oniylar, Farobiylar, Beruniylar, Xorazmiylar chiqishini o'zing nasib aylagin. Va o'tmishda mana shunday bizni ajdodimiz bo'lib o'tgan ustozlarimiz, bobolarimiz va yaqin o'tmishda o'tgan biz uchun jonni fido qilgan, biz eslab o'tgan jadid bobolarimizni ham Allohim o'zing rahmatingga olgin, ularning joylarini jannatda aylagin. Allohim inshaalloh mana shunday suhbatlarimizni o'zing bardavom qilgin, hammamizni o'zing iymonda, islomda, yaxshi amallarda xalqqa manfaat va foyda berishda o'zing barqaror va bardavom aylagin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat, salomat bo'ling.